Assalomu alaykum qadrdonlar. Soldatskiga keldim. O'zimni ikkinchi yilgi shogirdim oldilariga. Dilmurod, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qolmay charchamay ketdilaringiz. Allohga shukr. Men hozir Dilmurodda bu yilgi qilayotgan ishlarini, o'tgan yilga qaraganda ancha tajriba bor. Dilmurod, bu yil stilajda o'zgardi. O'tgan yili o'zgardi. mana shu ikkita qatorli pastda edi, o'rtada bitta qator edi. Tepada bitta qator edi shunaqa. Men o'zimda ham xuddi shunaqa holat edi. Sizga ham shunaqa. Bu yil o'zgarish bo'ldi. Pastda ikkita qatori tepaga olib chiqdingiz. Nimaga? Pastdagi. O'zingizni ham xabaringiz bor shu o'tgan yili asosiy paytda faqat shu tepada 6 qator hisoblaganmiz, 6 qator ishladi. Pastdagilar juda kechikirdi, kirganda ham unaqa massa bermadi-da. Massa berdi-yu, arzon paytiga. Arzon paytiga, narxiga to'g'ri kelmay qolib, massani berdi lekin to'g'ri. Shuning uchun endi o'zingiz bilan kelishilgan holda pastdagi tepadagi bir qatordan voz kechib, pastdagi ikki qator tepaga olib O'zi bir sotikka maksimum ko'chatni men ekib ko'rganman qadrdonlar. Ko'chatni ekayotganda issiqxonada biznes reja bo'lganda maksimalni 100% ishlaydigan qilib ekish kerak. 4 qavatli ekkanlar ham bor. Mana bu yil ham 3 qavat, 4 qavat ekkanlar bor. Endi fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa bo'lyapti sizlarda? Men o'zimda past qator baribir ancha 30-40% ga tepadan даже 50% ga kam ishladi. shunaqa bo'ldi. Endi bir 80-75% daromadni tepa berdi. Shunaqa bo'ldi. Qatori kam edi uni. Xabaringiz bor. Bir qator edi. Asosiy ko'p ekilgan ko'chat pastda edi. 8,5 mingta ko'chat ekilgan bo'lsa, o'shaning 6 mingtasi pastda turdi. Qadrdonlar, bu yil Dilmurod o'tgan yili kokosli qopga ekilgan edi. Agripirliti bor. Bu yil pokega xos tayyorlayaptilar. Pokega tayyorladik. Nimaga pokega tayyorladingiz? Men reklama qilganimni sabab bo'ldi. Sabab birinchisi shu bo'ldiki, yana endi O'rganib chiqdingiz. O'rganib chiqildik. O'zingiz bilan ham o'tirib o'rgandik. Masalan, anaqangiz bor. Termiz vazifasini bajaradi degansiz. Issiqda issiq o'tkazmaydi, ko'chatlar qiynalmaydi. Ildiz tizimida sovuqda sovuq o'tkazmaydi. Shuning uchun pokaga ham qo'yilgan reklamangizda ham o'zingiz bilan kelishgan holda qilingan narsalar. Qopga qaraganda pokeni substratda ob'yomi 2 barobardan ziyod. Ildizlarga har bitta ko'chatga yetarli ob'yom bo'ladi. Ildiziga xudo xolasa ildizga ishlaymiz degan gapingiz bor. O'shanga ana kubi ko'proq ketadi. Joy ko'proq bo'ladi nisbatan qopdagi qaraganda. Sifatiga ishlaymiz. Xudo xolasa sifat uchun inshaalloh. Alloh qodir qilsin, o'g'lim bor, Allohdan bu. O'tgan yilgi natijalaringizni qo'ydim. Xudo xolasa bu yil ham Dilmurodda mana shu issiqxonada va yonida yana ikkita issiqxona qurganlar. Hozir mana shu videoning davomida u yoqqa o'tamiz, qilayotgan ishlarini ko'ramiz. Mana shu issiqxonalarning ichida qilayotgan ishlarni, natijalarni nasib qilsa doimiy videolarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa albatta. Hozir sizni issiqxonalardan tashqari filtrni kattalashtirdingiz. Filtrni kattalashtirdik. Kotelni kattalashtirdingiz. Endi issiqxonangiz ham deyarli 3 barobarga yaqin kattalashdi, 2 barobardan oshdi. 2 barobardan oshdi, xuddi shunday. Hozir kotellarni, suvni filtrlarini va yangi qurilgan issiqxonalarni videoning davomida qo'yib boramiz. Qadrdonlar, issiqxonani yuragi, isitish tizimiga oldiga keldik. Bu yil buni yangi qo'ydingiz, Dilmurod. Bu yangi, bu 3-marta qo'yganimiz. Bu 3-katyolingiz. Mobaynida 3-marta. Issiqxona katta, birinchi katyolingiz ob'yomini hisoblamay, kichkina katyol olib qo'ygansiz. Keyin yetarli bo'ldi. Hozir yana ikkita issiqxona qurganingizga bu o'shiga birato'lasi katta katyol qo'ydingiz. Hammasiga bitta qilib. Bunga necha kilo ko'mir ketayotgan? Bunga bu hali yoqib tajriba ko'rmadik. O'zlari katyolchilar o'rnatib ketgan bolalar aytdi, 220 kilo bir zapravkaga yetadi dedi. 1000 kvadrat, masalan 10 sotik bo'ladigan bo'lsa, 1000 kvadratga yetish hammasi hisob kitobi olinib, ikkita. Lekin sizni bu yilgi isitish tizimingiz xudo xolasa ekonomikli bo'lib, ko'mirni ham ekonom qilish ham o'ta muhim. Hozir mana o'tgan yilgi katyollari qadrdonlar, o'tgan yilgi katyollari bu issiqxona bitta ikkitalik issiqxonani isitishga bemalol
yetgan. Mana bu birinchi qo'yilgan kotel. Buni qo'yganda rosa qiynalgansiz, Dilmurod. Shunaqa. Bu kotel men bilmayman u. Zapravka qatdan qilinadi bu? Zapravka Faqat mana shu yerdan qilingan, hozir buni kalasniklari olib qo'yilgan, qo'yiladi, buni olov bilan orasidan o'tib, o'tilli, toza oxirida tozalash kerak edi, tozalanmay qolib ketgan. O'tilli, ko'mirli, gazga ham moslashgan. Biz endi tajribamiz yo'qligi qilib shu gazga moslashgan kotel olgan ekanmiz. O'sha bo'ldi hozir. Buni endi bo'ldi sizga keragi yo'q. Yo'q, bu bo'ldi hozircha. Juda ham ko'pchilik mendan 1 sotuv, 2 sotuv, 3 sotuvlik issiqxonaga arzonroq kotel bo'lsa ayting deb juda ham ko'p so'rashadi, Dilmurod. Buni sotaveraman deysiz. Ha, sotamiz, albatta sotamiz. Agar mabodo bizga endi kichkinalik qildi, agar 1 sotik, 2 sotik, 3 sotikdagi bemalol 3 sotikgacha yetadi. Masalan, buni prosta erimay yoqib chiqaman desa, ishlashi hamma narsasi zo'r. Ozgina vaqtingizni ajratishingiz. Bunga hali ko'mir, o'tin, zapravka qilib turish kerak. O'shanaqa narsa. Qadrdonlar, polniy ma'lumotini Dilmuroddan so'raysizlar. Agar sizlarga kotel kerak bo'lsa, mana arzon kotel. Va mana bu kotelni ham sotaman deb, sotaveraman deyaptilar. Endi katta kotelni ko'rsatdim. Bu yerda buni bekor turgandan ko'ra kimgadir foydasi tegani yaxshi. Taxminan necha sotikka mo'ljallangan bu? Bu 5 sotikda bemalol isitadi. Bizga 10 sotikga deb berilgan o'zi 5 sotikda ishlatdik. Xabaringiz bor, o'tgan oxirgi paytda 10 sotikka 10 sotikga yetadi deb berilgan bu. Bu. O'sha 10 sotikgacha yetadigan kotel. Endi eng asosiy yana issiqxonada qulupnay yetishtirishda eng muhim narsalardan biri suvni sifatida. Mana shu suvni filtrini ko'rsatamiz. Qadrdonlar, aytganimdek suvni tozalab beradigan filtr 1 tonnaga mo'ljallangan. Bu yoqqa kelib suv tushadi birinchi quduqdan. Yo'q, Bu tozalangani tushadi. Bunga tozalar. O'zi hozir siz aytayotgan ma'lumotingiz to'g'ri. O'zi aslida bitta bochka qo'yib, suvni shunga to'ldirib o'tkazish kerak ekan. Biz bunaqa qilmadik, sразу ikkita nasos qo'ydikda, bittasi sug'urib olyapti, ikkinchisi yordam berib tozalab, уже filtrlangan toza suv tushyapti. Mana qadrdonlar, bu yerda soatiga 1 tonna sifatli suv chiqaradigan filtrimiz. Bu yerda yoqib ham qo'yibsizlar buni. Bu ana avtomat o'zi bir tozalab turadigan rejimi bor o'zi. Ma'milarining ichidan o'tib, tozalanib, yoqib o'tadi. Shunaqa bitta, 2, 3, 4, 5, 6 filtrdan o'tib boradi, borgancha. Qadrdonlar, qulupnay yetishtirishda, ayniqsa gidroponik usulda qulupnay yetishtiradigan bo'lsa, juda ham ko'pchilik Sirdaryo, Jizzax, Buxoro, Qashqadaryolarda bor suvlar o'ta sho'r. O'shaning uchun mana shunaqa filtrlardan foydalanganingiz yaxshi. Men bu filtrni reklama qilmayman. Bu yerda dehqonchilikga o'zimizga eng yaxshi narsalardan biriligi uchun aytyapman. Qo'yilishi shart bo'lgani uchun aytilyapti, masalan. Qadrdon, to'ppa-to'g'ri. Endi hozir men Dilmurodda bu yil yana ikkita issiqxona qurganlar, shu issiqxonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar, Dilmurod mana bu yil mana shu ikkita issiqxonani qurdilar, ataplaynalar o'tgan. Razmerni ataplaynaga mo'ljallab biza yuan texnologiyasini o'rnatamiz. Bu yerda endi biza degani, biza texnologiyani beryapmiz. Dilmurod o'zim o'rnatib olaman dedilar. Sizlarda ham shunaqa imkoniyatlar bor. Xohlasanglar o'zingizlar o'rnatib olsanglar bo'ladi. Buni videolarini tayyorlayapmiz. Yoki aytsanglar, borib o'rnatib beramiz. Yuan texnologiyasi. Nima bunga o'tdingiz? Boshqacha fikrlar bo'lyapti-da. Birinchi hamma ham pokey qilaman. Hammasini pokey qilamiz degan edik, to'g'ri. Keyin aka bo'ldi, ikkitasini yuan qilaman deysiz. Yuan qilamiz dedik. Nimaga unaqa fikr o'zgardi? Boya gap. Endi bitta narsa bo'lgan ekan, baribir izlanib ko'rasiz ekan, qilishdan oldin internetlar chiqarib, eng oxirgi zamonaviy, oxirgi zamonda ishlab chiqarilgan narsa shu bo'lyapti ekan, keyin hamma narsasi o'zi bilan buni. Lego yig'iladi. Mana hozir oson. Mana shu hozir gapingiz bo'ldim, Bahodir aka. Tayyor turgan stilajni buzib boshqatdan qilishimizga 1 oy 40 kun vaqtimiz ketdi. Hozir mana shuni bolalar bilan o'zimiz hashar yo'lda qoqib tashladik. 1,5 kun, 2 kunda qoqib oldik. Ertaga siz buni olib keldingiz. Hozir men buni plasmaslarni 1,5 kun, 2 kunda hammasini ustanovka qilib olaman. Eng osoni, qulayi, keyin
oxirgi zamon talabidagi shunaqa bo'lyapti, o'sha narsa bo'lyapti, shuni hisobiga. Keyin buni shunaqa joylari borki, svarkadan gidroponikani qurdinglar, qulupnayni ekdinglar, bahor keldi. Yozgiga ishlamasanglar, yozimdan ko'p bargiga qiynalib qaraysizlar. Yuan texnologiyani alohida shartta yig'ib olib qo'yib turib, yerdan foydalanib, yana qo'shimcha ekin turlarini keyingi sezongacha foydalanib, yana 2 kunda buni qo'yib, yana qulupnayni davom ettirsa bo'ladi, qadrdonlar. Shunaqa. Hozir menga Dilmurod hokimiyatdan kelishdi, viloyat hokimiyatdan, Zangita hokimiyatdan kelib, qilayotgan ishlarimni ko'rib, ancha xursand bo'lib, fikrlarni aytishdi. Prezidentimiz mana shunaqa zamonaviy issiqxonalar qilayotganga subsidiya emas, qaytib berilmaydigan pul berilayotgan ekan. Hokim yordamchilaridan kelib, menga uyda qilayotgan ishimni ko'rib, 100 minimal oklad prezidentga qaytarib berilmaydigan puli bor ekan. Mana shu zamonaviy dehqonchilik qilayotganlarga berilayotgan ekan. Sizda hozir masalan hokimiy yordamchimi, mahalladami, bir qanaqadir tashabbuslar bo'ldimi? Sektor rahbarlarimiz yo'q, hali shu kungacha bo'lmadi. Hozir sizdan eshityapman. Agar mabodo ana shunaqa narsalar joriy etilgan bo'lsa, biz buni surishtirib ko'ramiz degan. O'sha men o'zim tavsiya qilaman, bizada hokimiy yordamchisi kelib, qilayotgan ishlarimni doim ko'rib yuradilar. Bahodir aka, mana siz qilyapsiz. Mana prezidentdan yordam, shunaqa yordam puli berilyapti, 100 minimalgacha. 100 minimal dedi. 41 million, 42 million atrofida pul. O'shanga ariza topshirib qo'ydim. Xudo xolasa, o'zingiz topshirib qo'ydingiz. Ha. Mana siz ham zam hokimning oldiga borib, mana shu qilayotgan ishlaringizga, mana shu prezidentimizga berilayotgan pul ajratilib bo'lgan, o'sha puldan olsangiz bo'lar ekan. To'g'ri. Avvalambor prezidentimizga rahmat, agar shunchalik e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, mayli harakat qilamiz, biz bu surishtirishga tushamiz, boshqa qilamiz, boramiz, uchrashadigan joylarga uchrashamiz. Xannada mana shu issiqxonani yana ham qo'shimcha yana bir yaxshi sharoitlarni qilishga bu yoqqa juda ko'p pul ketadi. Juda ko'p ketadi. Shu ketadigan pulga ozgina bo'lsa ham qo'shimcha yordam bo'ladi. O'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha hali ishlaydigan bo'lsak, bahorga chiqib, Bahodir aka isitish tizimini qishga tayyorlagan bo'lsak, o'sha 41 million deydingizmi, o'sha agar pulni ajratilgan pul haqiqatan qo'limizga kelib tushadigan bo'lsa, sovutish tizimini yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yozgiga sovutish tizimini yo'lga qo'yamiz. Siz aytgandek, shu ham ancha-muncha dehqonga yordam bo'ladi. Ancha yordam. Bozorga olib chiqqancha kissadan rasvot qilishni o'zi qiyin aka. Yozgi kunida ham issiqxonada yaxshi daromad olsa bo'ladi. Shunaqa. Qadrdonlar, bu yerda mana keyingi issiqxonada yuan texnologiyasini o'rnatyapmiz. Bu yerda ham mana hozir stoykalarni o'rnatib qo'yganlar o'zlari. Men xudo xolasa, men tepada asosiy qismini o'rnatib bo'lganlardan keyin kelaman va bu yerdagi asosiy material, ikkita 2 qavatli material qismi bor. Shularni o'rnatish jarayonlarini, mana trubalari qo'yiladi. Hammasini videoga qilamiz va bu yerda ekilishini qo'yishga ulgursam qo'yaman, lekin ekilgandan keyingi doimiy natijalarini qo'yamiz. Videoga olib qo'yib boramiz. Albatta, bizni ham xato qilgan joylarimizni aytamiz, tushuntiramiz. Hammasi video davomida aytganda. Xato ham katta tajriba. Albatta, biz qilgan xatolarni yangi boshlayotganlar qilmasin, iloji boricha. Masalan, deymanda, hali ham sizni boshchiligingizda ancha-muncha anaqa qildik-ku. Bizdan keyingilar shu narsa ham bo'lmasin, iloji boricha. Harakat qilamiz. Qo'ldan kelganicha foydali ma'lumotlarni berishga. Xudo xolasa, fikrimiz qancha yig'ilar ekan, astoydil harakat qilsa, astoydil harakat qilsak, 5 soatlik bir 3 kun yo 4 kunga bormay astoydil harakat qilsak yig'iladi. Bo'lmasa undan ham. Endi bu ishni biza ko'rib, havas qilib, bu mana shu texnologiyani olib kelamiz deb harakat qilayotganimizda, videolarni o'rganganimizda shuna bir degandek oson edi, lekin buni hammasini har bitta boy aytdim-ku, yuan texnologiyasini o'rnatish usulini, instruksiyasini qilib qo'yganman. Xudo xolasa, mana shu instruksiyaga qarab, ketma-ketlikda yig'iladigan bo'lsa, vaqtinglarni tejalar ekan. Ancha vaqt ham sifati ham o'ta sifatli bo'ladi.
xuddi shunday. Endi shu siz boshida o'zingiz aytgandek o'lchamlari sal qo'lda ushlab turmasa, qoqishi, boya qilgan narsasi, va birpasdagi hammasi narsasini Va qoqib siz Lego konstruksiyasi bo'yicha yig'adigan bo'lsangiz, o'lchami aslida qo'lda ushlaydigan narsa. Urovinni chiqarish. shu. Bularni hammasi sistemalashadigan narsalar. Bu sekin-sekin hammasini yo'lga qo'yamiz. Doimiy mana shu yuvan texnologiyasi o'zi zamonaviy qulupni yetishtirish bo'yicha hamma ma'lumotlarni doimiy berib boramiz. Dilmurod, sizga ham rahmat. Sizga katta rahmat vaqtingizni Kelib, bu yerda sizni mana o'tgan yiliga shogirdim natijalarini qo'yganman. Nimaga keyinga bas o'zi? O'sha yerda o'zida ishlasangiz bo'lardi. Endi Yaxshi bo'ldi. Olam bor. Allohga shukr. Masalan, siz bu yerda mehr bilan qaradingiz. Bir xillarni boshqa ishi bor. Agar boshqa ishingizda bo'lsa, bu dehqonchiligiga to'liq vaqt ajrata olmasanglar, ketganda qarab qo'y desanglar, hali ko'ngildek mehr bilan qaraladigan bo'lmasa, bu ishga pul tikmaydi. Bu ishga agar pul tikadigan bo'lsanglar, astoydil biznes qilib, o'zingiz yoki qo'ygan odamingizda haqiqiy mehr bilan qaraydigan odam bo'lsa, natija bo'ladi. Buni o'ziga yarasha hali hosilda pishganda, sotilayotganda maza qilib rohatlanadigan joylari bor. Ungacha o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Mana shu issiqxonamiz stilajlarni tayyor bo'lishida, mana yildan yilga stilajlarning qurilishi arzonlashyapti. Mana Lego bo'lyapti, yig'ilyapti, svarka qilsa boshqa hech nimaga foydalana olmaydi. Agar bitta razmeri noto'g'ri qilib qo'ysa, biz boshqa eng qimmat narsa o'sha peredelka. Peredelka qilish. Shu qadrdonlar. Mana bu yerda hozir yuvan texnologiyasini o'rnatyapmiz. Bu quyi chirchiq, Saldatskiy. Quyi chirchiq, Saldatskiyda. Ertaga o'zimda ham boshlayman va hozir ketma-ket zakazlarimiz bor. 10 talik uje to'lyapti. Hammanikiga ustanovka qilayotganlarimizni joylarini har bir mayda chudasigacha videolarini qo'yib boraman. Agar savolingiz bo'lsa-chi, kommentariyada yozinglar. Ani yurakchan bosib, layklarni bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qadrdonlar, men sizlar uchun harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bog'lar katta rahmat kattakon sizga. Vaqtingizni ajratib kelgan